Assalomu alaykum. Avvalambor Sog'diyona jamoasini O'zbekiston Kubogi chorak finaliga chiqishi bilan tabriklaymiz. Jamoani 29-iyun kuni safarda Bunyodkorga qarshi jiddiy bahs kutib turibdi. Mazkur bahsga tayyorgarlik qay tarzda olib borilyapti? Assalomu alaykum hammaga. Tayyorgarlik juda ham yaxshi o'tdi. Shu Qizil qum bilan kechgan uchrashuvdan so'ng srazu ertasi kuni tayyorgarlikni boshladik. Shu Bunyodkor jamoasini shu to'g'ridan-to'g'ri Dinamoga qarshi o'yinini ham kuzatib bordik. Juda ham kuchli jamoa. Murabbiylar shtabi ham video tahlillar orqali hamma kerakli videolarni ko'rsatib o'tishdi bizga. Va shu mashg'ulotlarda ham shu murabbiylar so'ragan, murabbiylar talab qilgan narsalarni bajarishga harakat qildik. Shu Bunyodkor jamoasini mag'lub qilish uchun. O'ylaymanki, hamma shu o'yinni mohiyatini tushunib turibdi va biz o'yinga tayyormiz. Jamoadagi ayni damdagi muhit va kayfiyat qay darajada? Jamoada muhit hozir a'lo darajada deb o'ylayman. Chunki bundan oldingi o'yinlarda g'alabasiz seriya davom etayotgandi, lekin shu oxirgi 2-3 o'yinda g'alabaga erishishni boshladik va o'z-o'zidan shu jamoamizdagi muhit bundan ham yaxshi bo'lib, a'lo darajaga chiqdi. Endi biz iloji boricha shu muhitni ushlab qolgan holda shu Bunyodkorga qarshi kechadigan o'yinda g'alaba qozonib, muhitni yana ham a'lo darajaga, yana ham cho'qqiga chiqarishga harakat qilamiz. Bahs Bunyodkor maydonida emas, aksincha do'stlik o'yingohida bo'lib o'tadigan bo'ldi. Bu borada siz va jamoadoshlaringizning fikri qanday? Yo'q, biz jamoadoshlarimiz bilan buni gaplashib ko'rdik. Bizga bu maydonni qayerda o'ynashning ahamiyati yo'q, chunki hozirgi damda Superligani hamma jamoalarini maydonlari o'zi umuman maydonlar hammasi a'lo darajada. Bizga shu do'stlikdan va Bunyodkordan o'ynashning farqi yo'q. Asosiysi biz o'yinga tayyormiz, ruhiy jihatdan tayyormiz, jismoniy jihatdan tayyormiz va jamoadoshlarimiz bilan shu o'yinga shu o'yinni yutib, g'alaba qozonib, muxlislarga, Jizzaxlik muxlislarga shu g'alaba olib kelamiz. G'alaba olib kelamiz degan umiddamiz va bunga biz 100% harakat qilamiz. Jizzaxlik muxlislarni shu Bunyodkorga qarshi kechadigan o'yinga taklif qilib qolamiz. Jizzaxliklar, kelinglar, bizni qo'llab-quvvatlanglar va biz sizlar uchun g'alabaga erishishga harakat qilamiz va g'alabani olib kelamiz.